Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Iltimos, ushbu videorolikimiz YouTube'da keng tarqalishi uchun kanalimizga obuna bo'lib, like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Alloh barchangizdan rozi bo'lsin. Alloh mo'jizasi bo'lgan voqea asosida yozildi. Bir ayol turmush qurganiga bir necha yillar o'tib ketsa ham, hech farzandli bo'lmas emish. Kunlardan bir kun Allohning fazli ila orzusi ushalib, bo'yida bo'lib qolibdi. Homilaning 4-oyligida doktor ko'rigidan o'tish uchun doktor huzuriga boribdi. Ammo o'zi va eri shifokorlarning gapini eshitib, shokda qolishibdi. Qorningizda ko'tarib yurgan homila insondan ko'ra 8 oyoqqa o'xshagan mayib majruh bir xunuk maxluq ekan. Iloji boricha uni ertaroq tushirib yuborishimiz kerak. Chunki u tug'ilayotgan paytda sizning hayotingizni xavf-xatarga solishi mumkin, debdi shifokor. Boshqa joylarga ham borishgan ekan, natija o'sha. Hamma yuqoridagi tabibning gapini birday takrorlabdi. O'rtada janjal chiqibdi. Ona qornidagi bolasini tushirishga sira ko'nmabdi. Er esa, nima qilasan, tug'ilib o'ladigan o'sha 8 oyoq urvotni tug'ib, o'zing ham unga qo'shilib o'lib ketasan-ku axir, deb tushirish zarurligiga oyoq tirab olibdi. Ayol esa o'z aytganida qolib, mayli, bu Allohning izmi ila mening taqdirimga yozgani. Men ham u zotning yozganiga roziman. Mayib bo'lsa ham uni ko'rib, bir bag'rimga boskim kelyapti. Men o'z bolamni o'ldirmayman, debdi. Er jahli chiqib xotinini ota-onasinikiga haydab yuboribdi. Homila oylari bir-birini quvib o'tib, ayolning ko'z yoriydigan vaqti ham yetib kelibdi. Shunda kutilmagan hodisa ro'y beribdi. Otaga kutilmaganda quda tomondan telefon qilib qolishibdi. Bolalaringizni ko'rgani tez yetib keling deb quloqlariga ishonmagan ota hushini yo'qotay deb yalang oyoq holatda tug'ruqxonaga tomon yelday uchib ketibdi. Ha, ajablanmagan o'sha 8 oyoqqa o'xshagan maxluq bor yo'g'i 4 ta murg'ak farzand ekan. Faqat bechoralar bir-biriga bachadon ichida o'ralashib qolganidan qo'l oyoqlari yagona bir katta maxluqdek ko'ringan ekan. Buni esa ojiz o'zi apparatlar to'g'ri ko'rsatib bera olmagan.